Assalomu alaykum YouTube kanalimizning ashaddiy obunachilari, yaxshimisizlar? Bugun sizlar bilan davlat bo'ladi. Xudo xolisa bugun O'zbekistonga nomeradin akkaunt bo'lgan akkauntimizni birgalikda full qilamiz. Ya'ni mana shu yerda turgan Messi hamda Ronaldodan boshqa it ham yo'q bu akkauntimizga. Sariq kartali o'yinchilar, xudo xolasa mana shu legendarniy kuchaytirgichlardan akkauntimizni bitta futbolchilar, yaxshi futbolchilarni olib full qilamiz jigarlar birgalikda. Tak, bizada akkauntimiz 65707 ta olmos bor hamda 2,5 millionga yaqin tangasi bor. Atiga 2,5 million. What the hell deydi-ku. Xo'p, yaqinda men mana bu akkaunt sotib olgandan keyin Chesnokov degan bitta o'yinchi bor ekan, Qozog'istonlik. Vashsha gap yo'q, Qozog'istonlik o'yinchi ham bor ekan. Birinchi marta ko'rishim. Bunda mendan oldin ko'rganlar albatta kommentga yozib ketishlaring mumkin. Xo'p, demak videomizni boshlaymiz. Videoni boshlashdan oldin albatta kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar. Xudo xolisa bundan ajoyib videolar endi boshlanadi. Davlat YouTube'ga qayta jigarlar. Xo'p, qaranglar. Bizga 55 ta ohoho degan agentdan bor. Emanegda ho qilib bemalol Ronaldo, Messi, Kevin De Bruyne, Rodrigo, Navas, Ivan Perisic, Joshua Gvardiyola hamda Kyle Walker'larda birgalikda tushirib olsak bo'ladi, lekin mana qizil o'yinchilardan birontasi ham bizning akkauntimizga olinmagan. Bu akkaunt yaqinda Vyetnamdan sotib olganman. Xo'p, demak, davom etamiz jigarlar. Kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Xo'p, birinchiman bizada legendarniy kuchaytirishimizga 650 ta tanga ketadi. Buni qisqartirishning ajoyib yo'lini aytaymi? Mana shuni deyman-da. Qani bitta ko'raylik ham. Necha foiz bo'ldi? Da, shu ekan. Xo'p, buni full qilamiz bizada. Qarochi qo'shlaringdek bizada kishi ko'p olmosimiz bor va bizada mana 50%, necha foiz chegirma? 15% chegirma berildi va 552 ta tangaga biz bemalol akkauntimizda sariq o'yinchilarni kuchaytirib olsak bo'ladi. Xo'p. Faqat biz legendarni shuni bosib o'tiramiz, qo'limizga kelgan mana shuni taqtaqda bosib o'tiramiz. Tak. Demak, 32 ta o'yinchi bor deyapti. Buni ham full qilamiz menimcha. Bu internetimiz nima bu? Wi-Fi ishlamayapti shu yerda. Yaxshi, mana 450 olmos, 600 olmos, 600. Qarochi bizada juda ham yaxshi. Endi bizada nechta 64 ta maksimum o'yinchi ketar ekan. Xo'p, davom etamiz. Federico Di Marco. The player is a legend and now he's wearing the club shirt. Here's Federico Di Marco. Di Marco, xo'p. Shu yerda ovozi g'allatimi deyman, inglizcha ekan, ispancha qilamiz. Xo'p, bu safargi videomiz albatta mana shu akkauntda sariq o'yinchilarni olamiz. Qo'limizdan kelgancha full sariq o'yinchilarni olamiz. Bizada yangi kelgan World Cup o'yinchilari bor-ku, mana shu. Qani ovozini eshitaylik. Yaxshi, ovozi ham normalli. Hozirda 6%lik, 605%lik ekan. Xo'p, Nikolay Oyrezabalmi, shunaqalar. Sotib olamiz uni ham ispaniyalik yaxshi o'yinchilardan bittasi. Xo'p, keyingi Dani Carvajal, Ispaniya bo'lib ketdi bu yerda. Soqqoli bor ekan bir hafta. Xo'p, yaxshi, yana bitta soqqolli bratimiz Bernardo Silva, Portugaliyaning juda ham ajoyib o'yinchilaridan bittasi. Obbo, bu chiqishdi qarang, ajoyib. Yomon bo'yi kichkina, Messi ham kichkina bo'lsa kerak, 1.73. Yana bitta legendarniy va Kobel tushmoqda bizga. Borussia Dortmundning davri zamoni bo'lsa kerak, menimcha adashmasam. Shvetsiyalik Kobel. 607% bo'lyapti bizga. O'sha 10% da qilaramizmi yo'qmi? Mana hamma Kevin De Bruyne ajoyib. De Bruyne. Yaxshi. Xo'p, Dembele hamda Kim.
Es uno de los mejores del Biz mundo maqsadimiz cuando o'sha se trata de barrer el akkauntimizga balón. hamma Sin bu duda sariq saben, o'yinchilarni este olish equipo tiene maksimum. a su hombre. Endi ¿Podrá hammasini ayudarnos a ololmaymiz, tener endi éxito? maksimum olamizda. Misol, Dembele ketmaydi. Chiqisi yo'q. Rafinha hamda Saliba. Tak, Este Dembele jugador es keladi una hali leyenda. aylanib Sí o'zi. lleva puesta la Nima camiseta del qozig'ini club. topadi, nimadir korоче ana shu. Rafinha braziliyalik. Braziliya juda ham achinarli. Norvegiya Holand tomonidan juda ham Aporta ajoyib no bir solo su nimadir habilidad y qo'rqitayotgan experiencia, sino to'g'ri. también O'sha su Gabriel verdadero ham poder de kulgan estrella. narsa. Xo'p, William Saliba. Saliba. Ajoyib. Bugun 6-iyul sanasi. 6-iyul sanasida ham bizga Portugaliya hamda Ispaniya Un portero de su... kutib turibdi. Juda ham Este ajoyib o'yin. ambicioso equipo muestra su nuevo Bundan fichaje. oldingi videom 8-ming prosmotr yiqqan. Bu juda ham kulgili narsa. Sizlar ham pandesha qilmasalaring mamnun Este qilasizlar. mediocampista será un Chiqarish gran qandaydir g'alati bo'lib complemento qoladi para keyin el equipo. jigarlarim. Xudo xohlasa El paddishkani bosib secreto uramiz. por fin se ha desvelado. Han fichado a Tak, Tchouaméni. Barkaliya chiqmoqda. Barkaliya juda ham yaxshi o'yinchi bu ham. Kante. Iloji bo'lsa vaqtlaringni olmaslik uchun men videoni tezlashtirib olishga harakat qilyapman. Xudo xohlasa mana bu keyingi videoda, xudo xohlasa erta indin chiqadi bu video albatta. Bu video qanchalik aktiv bo'lsa, mana bu agentlarni ochib men tezroq mana 7% bo'ldimi? 701% ajoyib вообще. Sizlar qanchalik padish qilsalaring men shunchalik mana bu videoni ham albatta tezroq olishga harakat qilaman. Su nuevo fichaje. Tak, Modric hamda Ruben Dias. Endi bu video sal tezlashtirilgan holatda bo'ladi, lekin keyingi videomiz mana shu agentlarni bitta ochib, biz juda ham nima desak bo'ladi, tartib bilan akkuratniy olishga harakat qilamiz. Endi bu yog'i isrofgarchilik bo'lmasin. To'g'ri, biz poyn olmoqchimiz juda ham ko'p, lekin isrofgarchilik qilmasdan akkuratniy qilib, taktikalar qilib o'sha agentlarni ochamiz. Serьезно, короче. Так. Moskveta, короче, ana shu Timber yaxshi. Inglizchani ham Yorvoration Corporation qilib olamiz bizlar. Yana bitta italiyalik davrus Este ambicioso equipo muestra su nuevo fichaje. Yaxshi. Enzo Fernandez juda ham ajoyib o'yinchi. Este nuevo jugador especial Yoqadi menga ha sido agregado al equipo. Mancini italiyalik. Bizada yaxshi o'yinchilar yig'ildi-ya cho'ta. Da. Shuncha sariq o'yinchi yig'ilibdi. Yaxshi, nechta zaxiramiz bo'ldi? 37 ta. Yana biz где-то 30 talar sariq o'yinchi olishimiz kerak. Ashraf Hakimi. El club ha comprado este impresionante fichaje para pasar al siguiente nivel. Sariq o'yinchi Ashraf Hakimi bo'lsa kerak. Gravenberch, Niderlandiya. Marokashdan albatta Niderlandiya penaltilar seriyasiga ham mag'lub bo'ldi. Tak. Bu kim edi? Bu Toshbaqami bu? Kim bu? No hay duda de que es uno de los Mbappé. mejores. Normal o'yinchi bu ham. Menimcha Holand bilan Mbappéni, meni fikrim bo'yicha Holand yaxshi hujumchi, xarakterlari, Este nuevo muomalasi. jugador especial ha sido agregado al equipo. Ho'kiz boqilgan ho'kizda u. Har doim men ham PlayStationda Manchester City bilan o'ynayman, chunki u yerda Holand bor, juda ham ajoyib. Qochadi. O'sha xohlagan himoyachilarda o'sha PlayStation o'ynaganlar mana gapirsin, Holand kabi qochadigan o'yinchi yo'q. Offside-ga normal ushlaydi. ¿Podrá ayudarlos a tener éxito? Tak, Sandro Tonali hamda Este nuevo jugador especial ha sido offside-ga ham agregado al ushlaydi. equipo. Tezliklari ham, udarlari ham normal o'yinchi. Fikrim bo'yicha men faqat o'sha Holandni o'ynata olaman, bo'ldi boshqasini o'ynatish menga juda ham problem bo'ladi va Misrlik Muhammad Salihga paydo bo'lmoqda. Xo'p, davom etamiz va mana aytdim-ku, Dembele keladi dedim sizlarga. Tak. Chesnokjon, salomat bo'lasiz.
Yaxshi. Foto olish kerak, keraksiz o'yinchilarni albatta. Zaxiramizda ham bor ekan. Ko'proq sariq o'yinchilarni yig'sak bizga World Cup anolari yaxshiroq tushishga harakat qiladi. Foizi ko'proq bo'ladi menimcha. O'ylashim bo'yicha-da, sizlar bilmadim, lekin taktikalardan qanday, men lekin shu taktikadan foydalanishga qaror qildim, jigarlar. Ronaldo hujumga, Messi shams qani? Messi qani, Messi? Mana ekan. Mana Messi, Ronaldo Messi yaxshi. Bizga necha foiz bo'lyapti? 8.3%. Juda kamda, 8.3% mayli. Este nuevo jugador especial ha sido agregado al equipo. Dembele keladi deb keldi. Caicedo. Este equipo Ecuador, tiene su hombre. Caicedo. ¿Podrá ayudarlos a tener éxito? Diego Costa. El club ha comprado este impresionante fichaje para pasar al siguiente nivel. Hop. Coman. Francia. Antoine Griezmann. Bu video hozir birinchi qism bo'ladi albatta, ikkinchi qismi, uchinchi, to'rtinchi qism, birinchi qismi mana shunday sariq o'yinchilarni olishga harakat qilyapman. Ikkinchi qism agentlar orqali man bu Ronaldo, Messilarni hammasini xudo xolisa tushirishga harakat qilamiz. Ikkinchi qismi shunaqa bo'ladi, uchinchi qismi albatta bizlar aniqlaymiz. Bularni kuchaytiramiz. Keyingi qismlarida sariq o'yinchilarni kuchaytiramiz. Ma'qulmi? Da, hammaga ma'qul bo'lsa kerak. Nuno Mendes ajoyib. Nuno Mendes bu mavsumda ko'plab Yamal va yana kim desak bo'ladi. Bu taraflarda o'ynaydigan Su exceso de velocidad seguramente dejará atrás a Sakalar, yana kim edi brekkalar. Короче, hammasini cho'ntagiga solib qo'ydi. Xudo xolisa erta bugun kechqurun soat 12 da o'ynaydi. Portugaliyaga albatta. Ispaniyaga hurmat saqlagan holda Portugaliyaga albatta omad tilaymiz. Tak, Rafael Leao. Leao ham juda ham pik formasida, juda ham ajoyib qo'rqinchli Leao edi, lekin hozircha unchalik kuchli emas, lekin to'g'risi. Bruno Guimaraes penalti urolmagan Bruno Guimaraes. Xo'p. Где-то 100.000 tangalarga hamma o'yinchilar turib olishdi. Es un... Hay noticias de última hora. Han fichado a Pedri. Luis Diaz hamda Martínez, Lautaro Martínez. To'lib qoldi. Joyimiz to'lib qoldi. Bittani sotaylik-da, men bitta zo'r anom bor. Misol uchun mana Jordan Pickford sotib olamiz va Martínez bu yerdan keladi albatta. Keldi, yana bitta zo'r anom qilamiz. Tak. Ikkitalik sariq kelish kerak va joyga muzlaydi boyagidek. Ikkita sariq kelsin. Dumfries kerak emas. Va mana ajoyib. Endi mana yerdan yana bitta o'yinchilarni albatta biz nima qilamiz? Qulflab chiqamiz xuddi mana bundek. Tak, biza endi birin-ketin videomiz necha minutlar bo'lib ketdi, taxminan bilmayman. Tak, Ronaldo, Messi, tak, Rafinha, Enzo Fernandez, De Jong, Olise, Di Marco, Gabriel, Saliba, Hakimi, Raya, Dembele, Pedri,
Martinez, Bruno Guimaraes, Luka Modric, Kevin De Bruyne, Salah, McAllister, Kylian Mbappe, Luis Diaz, Rodri, Mendes, Van Dijk, Lewandowski, Caicedo, Virtsmi shunaqaroq talaffuz yorib yuborishini aytyapman-ku. Tak, mana kim edi? Gyökeres, Locatelli, tak, Gravenberch, Tonali, Timber, Oblak, Kobel, Semenyo, Griezmann, Greenwood, Leao, Chouameni. PlayStation o'ynayotgan payt Real Madridda bitta og'aynim borda. Ana shu Chouameni deb o'qiydi, yomon kulaman bor yotib. Silva, Edgar Lopez, Rogers, Militao, Carvajal, Ruben Dias, Chernecheskimi? Shunaqaroq Karnecheski ekan, uzr kechirasizlar. Costa, Laymer, Coman, Rashford, Barkalya, Oyarzabal, Trossard, Williams, Anguissa, Tielemans, Kante, Kim, Kanate, Hinkapemi shunaqaroq. Mancini, Cucurella, Robertsonlar bizaga yaxshi. Bu yoqda Ruiz hamda Nubeum shunaqaroq. Trent Alexander-Arnold hamda Ekitike. Bu yoqda yana bitta nechta o'yinchilarda 7 ta o'yinchini qilib olamiz va bizaga 10% mana. Bu juda ham ajoyib. 10% degani bu normal holat deganida. Bemalol tushirsak bo'ladi va bizaga 150 ming 200 ming tanga sarflab mana 10% ga chiqardik. Endi bu 10% tushirmasa kerak. Mana yana bitta bir-ikkita o'yinchilarni yana qurflasak, xudo xolisa bitta bir-ikkita live o'ynayman, qurflayman va mana ularni ochaman. Keyingi videoda ko'rishguncha albatta kommentariyaga ko'proq fikrlaringni qoldirishlaring mumkin. Iltimos akajon demasdan, lekin aka hurmat bilan iltimos o'sha videoni tezroq chiqaring deb komment yozsalaring, albatta videomiz rekka o'tsa, xudo xolisa sizlar bilan birgalikda mana shu agentlarni birgalikda shoshonlarni o'zi open case qilamiz. Hozircha sizlar bilan davlat futbolida xayr jigarlar. Keyingi videolarda ko'rishguncha